Moskva va Moskva oblastidagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, prodleniya, deport zapretni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Har 23 soniyada bitta, kuniga esa 4000 ta. Ukrainada eng yirik dron ishlab chiqaruvchi sirli korxona namoyish etildi. Mamlakat 2024-yili 2.200.000 dron ishlab chiqardi. Joriy yilda raqamlarni 4,5 millionga yetkazish ko'zda tutilgan. Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan so'ng tashkil etilgan Skyfall kompaniyasi mana shu zanjirning muhim qismi hisoblanadi. U mamlakat qurolli kuchlarini turli maqsadlarga mo'ljallangan uchuvchisiz uchish vositalari bilan ta'minlab kelmoqda. Vampir shular jumlasidan. Vampir Gexocopter turidagi dron bo'lib, uni shuningdek Baba Yaga deb ham ataladi. Qurilma 15 kilogrammgacha og'irlikdagi portlovchi moddalarni tashishi mumkin. Ilg'or termal kameralar sharofati bilan uni tungi sharoitlarda ham qo'llasa bo'ladi. Dron 80 km/soat tezlik bilan parvoz qilishi, yarim soatga yaqin havoda qolishi mumkin. Kompaniya mazkur turdagi uchuvchisiz uchish qurilmalaridan har oy minglab yetkazib beradi. Rossiya armiyasi tomonidan keng qo'llanilayotgan radioelektron kurash vositalari jiddiy tahdid hisoblanadi. Skyfall shuni inobatga olib, Baba Yaga dronlarni turli chastotalarda ishlovchi elektron urush tizimlari bilan uyg'unlashtirgan. Har kuni 4000 dron uchun ehtiyot qismlari yetkazib berishni 350 ta 3D printeri uddalamoqda. Skyfall tomonidan ishlab chiqarilgan yana bir mahsulot Shrek bo'lib, u Baba Yagadan ancha kichik. Yuqorida to'xtalib o'tilgan Gexocopter portlovchi moddalarni dushman ustiga tashlab, keyin ortga qaytadi. Biroq Shrek kamikadze tasnifiga mansub, ya'ni u faqat bir marta foydalanishga mo'ljallangan drondir. Skyfall bu turdagi uchuvchisiz uchish qurilmalaridan har kuni o'rtacha 4000 dona ishlab chiqarmoqda. Dunyo 3-jahon urushi yoqasida turibdi, Medvedev. Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev dunyo 3-jahon urushi yoqasida turganini aytdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Medvedev xalqaro jinoiy sudning davlat rahbarlarini, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olishga bergan orderlari global xavfsizlikning kuchayishiga olib kelayotganini da'vo qildi. Xalqaro hamjamiyat prinsipial belgilarga ko'ra bo'lingan va aslida sayyoramiz 3-jahon urushi yoqasida turgan bir davrda xalqaro jinoiy sudning qarori o'z-o'zidan global xavfsizlikning kuchayishiga olib keldi. Bunday tahdidning kuchayishiga insoniyat oldida xalqaro jinoiy sudning ayrim mansabdor shaxslari ham mas'uldir, dedi Medvedev. U tegishli fikrlarni Pravovedeniya jurnalidagi maqolasida keltirdi. Medvedev BRICS doirasida xalqaro jinoiy sudga muqobil xalqaro huquqiy organ yaratishga chaqirdi. Siyosatchining fikricha, bunday organ BRICSga a'zo davlatlarning BMT nizomi tamoyillariga qat'iy rioya qilishga intilayotganini namoyon etardi. Bu tamoyillar suveren davlatlar rahbarlarining xorijiy sud yurisdiksiyasidan daxlsizligi hamda boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplarini o'z ichiga oladi. 2023-yil mart oyida Gagadagi xalqaro jinoiy sud Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olishga order berdi. Ular Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni noqonuniy deportatsiya qilish va Rossiya hududiga noqonuniy ko'chirishda ayblanmoqda. Kreml bunga javoban Rossiya xalqaro jinoiy sud yurisdiksiyasini tan olmasligini aytgan. Pokiston Mudofaa vazirligi Hindiston bilan urushga tayyorligini e'lon qildi. Vazirlik tegishli e'lonni o'zining X ijtimoiy tarmog'iga joyladi. Pokiston o'z murojaatida Hindiston hududlaridan birini tor-mor qilish bilan tahdid qilgan. Mudofaa vazirligi raketa uchirilgani aks etgan videoni sahifasiga joylagan. Rahmat Modi, sen millatimizni birlashtirding. Urushni xohlaysanmi? Pokiston tayyor, deyiladi rasmiy murojaatda. O'z navbatida Pokiston bosh vaziri mazkur vaziyat xavotir uyg'otish kerakligini qayd etdi. Dunyo ikki yadroviy davlat, Hindiston va Pokiston o'rtasidagi qarama-qarshilik kuchayib borayotganidan xavotirga tushish kerak, dedi mudofaa vaziri Xavaja Asif. Uning fikricha, bu mojaro keng ko'lamli urushga aylanib ketishi mumkin. Shu bilan birga Asif nizoni muzokaralar yo'li bilan hal qilish mumkinligiga umid bildirdi. Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar 22-aprel kuni bir guruh terrorchilar bahsli Jammu va Kashmir hududida tinch aholi va sayyohlarga hujum qilgandan keyin keskinlashdi. Terakt oqibatida 27 kishi halok bo'lgan. Hujum uchun javobgarlikni Kashmir Resistance guruhi o'z zimmasiga olgan.
Shundan so'ng Hindiston Tashqi ishlar vazirligi Pokiston fuqarolaridan mamlakatni tark etishni talab qildi. Hindiston Pokistonni terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab keskin choralar ko'rdi. Jumladan Attari nazorat o'tkazish punkti yopildi. 1960-yilgi Hind daryosi suvlaridan foydalanish bo'yicha bitim darhol to'xtatildi. Pokiston fuqarolari uchun vizasiz kirish tartibi bekor qilindi. Ilgari berilgan barcha vizalar nollashtirildi. Pokistonliklarga mamlakatni 48 soat ichida tark etish topshirildi. Bundan tashqari pokistonlik harbiy maslahatchilar bir hafta ichida Hindistondan chiqib ketishi lozim. Zelenskiy Trampga Rossiya-Ukraina urushini tugatish bo'yicha yangi takliflar yuborilganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Janubiy Afrika Respublikasi prezidenti bilan birgalikda o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiya bilan urushni to'xtatish bo'yicha har qanday tinchlik sulhi Ukraina konstitutsiyasiga zid bo'lmasligi kerakligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Londondagi uchrashuvda muhokama qilingan yangi takliflar allaqachon AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Ushbu format hujjat Trampning stolida yotibdi deb o'ylayman. Qadriyatlarimiz yoki Ukraina konstitutsiyasiga zid bo'lgan narsalar hech bir kelishuvning bir qismi bo'la olmaydi, dedi Zelenskiy. Davlat rahbarining tushuntirishicha, Qrimni Rossiyaning bir qismi sifatida tan olish to'g'risidagi AQSh rejasiga muqobil taklif paydo bo'lgan. Uning ta'kidlashicha, Londonda Ukraina delegatsiyasi, yevropalik sheriklar va AQSh vakillari ishtirokida konstruktiv muzokaralar bo'lib o'tgan. RBK Ukraina manbasiga ko'ra, Londondagi muzokaralar davomida tegishli hujjat kelishib olingan bo'lib, AQSh prezidentining Rossiya va Ukraina bo'yicha maxsus vakili Ket Kellogg uni Vashingtonga olib ketgan. U hujjat yevropaliklar, Fransiya, Buyuk Britaniya, Germaniya va Ukrainaning urush bo'yicha umumiy qarashlarini o'z ichiga oladi, deydi manba. 23-aprel kuni Londonda Ukraina, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya vakillari ishtirokidagi muzokaralar bo'lib o'tdi. Unda uchrashuv ishtirokchilari AQSh prezidenti Donald Trampning tinchlik yo'lidagi